Akalar, Zominning eng zo'r joylarida tog'ning tagida zo'r dacha to'g'ib qo'ydim. Ya oilaviy kelib maza qilib dam oladigan joy. Qarang, hovlisida besetkalar tagidan sharsharadan suv pramoy kelib oqib o'tib ketadi. Akalar, ichkari nima debdi, dachani sharoitiga gap bo'lishi mumkin emas. 10 kishidan 15 kishigacha bemalol sig'adi. Yıkılgan joyingizda gul ochmasa ham ko'z yosh Eng zo'ri dachadan, shundan ikkinchi etajdan chiqib, tog' manzaralarini mana shu yerdan tomosha qilib o'tirasiz. Zo'ra, qarang. O'z joyingizni band qiling, pastga telefon nomerlarini yozib qo'yganman. Lokatsiyasi Telegram kanalimga tashlab qo'ydim.